Aliyev. Mana shunday super gol va yarim final uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston U17 milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari U17 milliy terma jamoasini yirik hisobda mag'lubiyatga uchratib, yarim finalga yo'l oldi. Barchangizga ushbu ajoyib g'alaba muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli futbolsevar do'stlar, aziz futbol ishqibozlari. Sizlarni Penalty.uz kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz hozirgina yakuniga yetgan O'zbekiston U17 milliy terma jamoasining play-offdagi o'yini haqida gaplashamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Osiyo Kubogi U17 O'zbekiston Birlashgan Arab Amirligi ustidan ishonchli g'alabaga erishib, yarim finalga yo'l oldi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi qit'a chempionatida chorak final bahslari davom ettirildi. Guruhda 100% natija ko'rsatgan O'zbekiston yarim final yo'llanmasi uchun Birlashgan Arab Amirligiga qarshi maydonga tushib, Asilbek Aliyevning dubli va Sayfiddin Sodiqovning penaltidan urgan goli evaziga ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi 3-1. Islom Ismoilov jamoasi 17-aprel kungi yarim finalda Indoneziya Shimoliy Koreya juftligi g'olibiga qarshi o'ynaydi. Agar uchrashuvni tomosha qilgan bo'lsangiz, unda siz bizning fikrlarimizga albatta qo'shilasiz. Islom Ismoilov ajoyib jamoa tayyorlabdi. Yosh yigitlarimiz faqat chiroyli o'ynashga harakat qilishmoqda. Uchrashuvda juda ham ko'plab vaziyatlarni yaratishdi va bu vaziyatlar bizga g'alabalar olib kelmoqda. Yangi nomlar, yangi yulduz futbolchilarimiz bizni ko'z o'ngimizda gavdalanmoqda. Asilbek Aliyev esa allaqachon yaxshigina klub bilan shartnoma imzolasa bo'ladi. Uning hisobida 5 ta gol bor. Fikrlaringizni, yaxshi tilaklaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Barcha futbol muxlislarini g'alaba bilan tabriklab qo'ying. Yarim finalda ham yigitlarga omad tilab qo'yishni unutmang. Endi siz uchrashuvda kiritilgan barcha gollarni Davron Fayziyev va Murod Rizayev sharhida tomosha qilishingiz mumkin. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang. Aliyev. Sodiqov. Sayfiddin. To'p jarima maydonchasi ichida. Gol. Aliyevmi? Aliyev. Aliyev 5-gol. Va Sodiqov zarba yo'llamoqda. 3-0. Uchun ham test. Zarba yo'llandi va rikoshet bo'ldi-da. Rikoshetcha bo'ldi-da. Melbet siz uchun katta sovg'alarni tayyorlab qo'ymoqda. Kommentariyadagi silk orqali o'ting, promokod joyiga Penalty.uz so'zini yozing. Kelayotgan futbol o'yinlaridan yaxshigina pul ishlang. Omad manzili kommentariyada bo'ladi. 3 milliongacha bonus sizlarni kutmoqda.